ishondik. Zo'rg'a ishondik-da. Bu gapiradigan maymunlar, qo'llarida nayzalari bor. Xudo haqqi, u yerda nima ko'rdingiz yoki eshitdingiz bilmayman, lekin tinchlanib olishingiz kerakligi aniq. Virus masalasi qanday, Eli? Yuqtirib olish xavfi yuqorimi? Bizda genetik immunitet bor. Aks holda o'lib ketgan bo'lardik. Aniq bilasanmi? U nazorat markazida ishlagan, biladi. Nima qilamiz? Bilmayman. Bizga elektr energiyasi kerak. U bizni o'ldira olardi, ammo bunday qilmadi. Ehtimol u bizni ortimizdan poylash uchun tirik qoldirgandir. Keyinroq topib, o'ldirib ketar. Tushunyapsizlarmi? U degani kim? Aynan shu haqda gapirib bermoqchiman. Umring bo'yi bunga o'xshashni ko'rmagansan. Ularning sardori esa g'aroyib edi. G'aroyib? Sezmanman. Biz sezdik. Bir qarashda bilindi. Koloniyada bu haqda birovga chirq etmanglar. To biron bir to'xtamga kelib olmagunimizcha. Hazillashayapsizmi? Yo'q. Bu hazil emas. Vahima ko'tarmaslik kerak. O'g'lim qalay? Yaxshimisan? Sumkamni tushirib qo'ydim. Bilaman. Suratlar bilanmi? Ha, Dreyfus bu haqda churq etmanglar dedi. Ha, hozircha. Ularga hozir hujum qilish kerak toki ular bizga hujum qila olmasin. u yerda